aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi laboratoriya mashg'ulotini ko'rib chiqamiz. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi gravitatsion potensial energiyani aniqlash. Aziz o'quvchilar, laboratoriya mashg'ulotimizni boshlashdan avval siz bilan kichik bir tajriba o'tkazib ko'ramiz. Aziz o'quvchilar, bu yerda ikkita sharik ko'rsatilgan. Birining massasi katta, birining massasi kichik. Bu shariklarni bir xil balandlikdan ushbu tuproqqa tashlasak, qaysi biri ko'proq iz qoldiradi deb o'ylaysiz? Aziz o'quvchilar, endi bir xil massali sharikni har xil balandlikdan tashlab ko'rsak, ularning qaysi biri tuproqda ko'proq iz qoldiradi deb o'ylaysiz? Laboratoriya mashg'ulotimizni boshlashdan avval ozgina nazariy ma'lumotlar bilan tanishib olamiz. Gravitatsion potensial energiya o'zi nima? Bu savolga javobni quyidagicha beramiz. Gravitatsion potensial energiya jismning yerga nisbatan joylashish holatiga bog'liq bo'lgan energiya hisoblanadi. Ya'ni jism qancha baland joyda joylashsa, gravitatsion potensial energiyasi shuncha katta bo'ladi. Jismning massasi qancha katta bo'lsa, gravitatsion potensial energiyasi shuncha katta bo'ladi va jism joylashgan joyiga bog'liq. Ya'ni yerda joylashganmi yoki yer sirtidan qandaydir balandlikda joylashganmi yoki boshqa sayyorada joylashganmi? Ya'ni qisqacha erkin tushish tezlanishiga bog'liq desak ham bo'ladi. Gravitatsion potensial energiya formulasi. Gravitatsion potensial energiyasi E potensial teng mg h ga teng yoki E potensial teng F og'irlik kuchi ko'paytirilgan h ga teng. Bu yerda m jism massasi hisoblanadi, g erkin tushish tezlanishi, h balandlik, F og'irlik, bu og'irlik kuchi hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, rasmda og'irligi 40 newton bo'lgan jismning 3 xil holatda joylashishi ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi holatda yer sirtida joylashgan, ikkinchisida stol ustida 1 metr balandlikda, uchinchi holatda shkaf ustida 2,5 metr balandlikda turibdi. Endi bu jismlarning holatiga ko'ra potensial energiyalarni hisoblab, javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Ya'ni birinchi holatda har bir holat uchun jismning yerga nisbatan gravitatsion potensial energiyasini hisoblang. Ikkinchi B, shkaf ustida turgan jismning yerga nisbatan va stol sirtiga nisbatan potensial energiyasini hisoblang. Laboratoriya mashg'uloti uchun kerakli bo'lgan jihozlar bilan tanishtirib o'taman. Bunda bizga kerak bo'ladi har xil massaga ega bo'lgan sharchalarimiz, tarozi va o'lchov lentasi. Laboratoriya mashg'ulotini qanday bajarish kerakligini tushuntirib o'taman. Bunda birinchi, tarozidan foydalanib sharchalarimizning massasini o'lchab olamiz. To'pni yoki sharchani stol chetidan tashlaymiz va uning tushgan balandligini hisoblaymiz va tajribani turli xil balandliklar uchun takrorlab ko'ramiz. Olingan natijalarimizni quyidagi keltirilgan jadvalga yozib olamiz. Laboratoriya mashg'ulotini boshlaymiz. Birinchi, sharimizni tarozimizga qo'yib massasini o'lchab olamiz. Massasi 87 grammga teng bo'ldi. Aziz o'quvchilar, endi massasini o'lchab olgan sharimizni turli xil balandlikda tashlab ko'ramiz va ularning potensial energiyalarini hisoblaymiz. Birinchi marta 50 cm dan, keyingi ikkinchi safar 70 cm balandlikdan va uchinchi safar 1 metr balandlikdan sharimizni tashlaymiz. Tajribamizni boshladik. 50 cm balandlikdan sharimizni tashlaymiz. Aziz o'quvchilar, biz sharimizning tushish balandligini o'lchov tasmasi yordamida aniqladik. Bundan boshqa ham uning tushish balandligini hisoblash usullari bormi? Agar buni bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Ikkinchi marta 70 cm balandlikdan ham sharimizni tashlaymiz. 1 metr balandlikdan ham sharchamizni tashlaymiz. Aziz o'quvchilar, olingan natijalarimizni jadvalga tushirib oldik. Endi gravitatsion potensial energiyasini ham hisoblab olamiz. Ya'ni jadvalda birinchi ustunda to'pning tushish balandligi, ikkinchi ustunda to'pimizning massasi, uchinchi ustunda erkin tushish tezlanishi va to'rtinchi ustunda gravitatsion potensial energiyasi hisoblanadi. Ya'ni bunda
Birinchi 0,5 metr balandlikdan to'pimizni tashlaganda gravitatsion potensial energiyasi 0,43 ga teng bo'ldi. Ikkinchi 0,7 metr balandlikdan tashlaganimizda gravitatsion potensial energiyasi 0,6 joulga teng bo'ldi. 1 metr balandlikdan tashlaganimizda potensial energiyasi 0,185 joulga teng bo'ldi. Aziz o'quvchilar, bunda biz erkin tushish tezlanishining qiymatini 9,8 metr taqsim sekund kvadratga teng deb oldik. Aziz o'quvchilar, demak, laboratoriya mashg'ulotimizdan xulosa chiqaramiz. Ya'ni, jism qancha baland joyda joylashsa, gravitatsion potensial energiyasi shuncha katta bo'ladi. O'zingiz mustaqil ravishda uyda turli xil massali jismlarni bir xil balandlikdan tashlab, ularning ham gravitatsion potensial energiyasini hisoblab, solishtirib ko'ring. Aziz o'quvchilar, laboratoriya mashg'ulotimizdan xulosa chiqarib, quyidagi savollarga javob yozib qoldiring. Savollar: nima uchun tog' tepasida turgan kichik tosh bo'lakchasi yerda, ya'ni pastda joylashgan katta toshdan ko'ra xavfliroq bo'lishi mumkin? Ikkinchi, oyda bir xil balandlikda bo'lsa ham yerdagiga nisbatan gravitatsion potensial energiyasi kam bo'ladi. Buning sababi nima? Uchinchi, gravitatsion potensial energiya 0 ga teng bo'ladigan nuqtani kim va qanday tanlaydi? Javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling.